Do'stlar, boshlashdan oldin iltimos podpiska bosib qo'yishni unutmang. Biz uchun bu juda ham muhim. Katta rahmat. Birinchi yangilik, endi Rossiyada mehnat muhojirlar bir nechta hududlarda bes patent ishlashga haqli bo'lishdi. Rossiyaning prezidenti Vladimir Putinning yangi qaroriga binoan LNR, DNR, Xersonskiy va Zaporojskiy oblastlarida chet el fuqarolar bes patent ishlashga haqli bo'lishdi. Bu hududlarda chet el fuqarolariga faqat 3 ta talab qo'yiladi. Birinchisi bu обязательный daktiloskopiya, ikkinchisi tibbiy ko'rikdan o'tish va uchinchisi bu hududdagi politsiya bo'limlarida ro'yxatdan o'tish. Bunday qarorga asos bo'lganligi bu albatta bu joylarda odamlarning yetmasligi birinchidan va ikkinchidan, bilasizlar, Rossiyaning Ukrainada o'tayotgan maxsus harbiy operatsiya natijasida bu hududlar Rossiya tarkibiga kiritilgan, bu joylarda ko'p janglar bo'lgan va shu sabab endi bu hududlarda ko'p qurilish, obodonlashtirish ishlari olib borilishi kerak. Va aynan shu sabab Rossiyaning prezidenti bu hududlarda mehnat muhojirlarga ancha imkoniyatlarni ochib bermoqda. O'z o'rnida aytib o'tish kerak. Donetsk, Lugansk, Mariupol, Berdyansk va boshqa bu hududlarga tegishli shaharlarda 2 yilga yaqin mehnat muhojirlar ishlab yurishibdi. Lekin ularni haq-huquqlari bu hududlarda qandaydir tartibga keltirilmagan. Shu uchun O'zbekiston elchixonasi tomonidan, Rossiyaning politsiya xodimlari tomonidan ko'p har xil savollar bo'lgan. Qanday qilib sizlar bu hududda yuribsizlar? Shu ular Rossiyaga kirgandek bo'lyapti, lekin patent olmasdan ishlab yurishgan edi. Mana endi Rossiyaning prezidenti shu hududlarda ishlayotgan mehnat muhojirlarini haq-huquqlarini tartibga keltirdi. Odatdagi bu hududlarda ishlayotgan bizning vatandoshlarimiz meni ko'rayotgan bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Vaziyat qanday?